Bugun sizlar bilan maktab mavzusi haqida so'zlashamiz. Demak, maktab joyning necha marta qisqartirilganini ko'rsatuvchi kasr son hisoblanar ekan. Maktabning berilishi geografik xaritalarda doimo 3 xil ko'rinishda beriladi. Ya'ni sonli, nomli va chiziqli maktab ko'rinishida beriladi. 3 ta maktab ko'rinishi doimiy ravishda beriladi deb hisoblanadi. Deyarli barcha geografik xaritalarga e'tibor bersak, maktab ko'rinishi 3 xil hisoblanadi. Ya'ni buni misol ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shu ko'rinishda berilishi bu sonli maktab, bu holatda ko'rinishi demak nomli maktab va chiziqli maktab ko'rinishida berilishi mumkin hisoblanar ekan. Demak, buni biz quyidagicha ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Demak, maktabni berilishi quyidagi mazmunda bo'lishi mumkin. Misol uchun, 1 da 1 million. Bu degani 1 santimetrda 1 million santimetr mavjud hisoblanadi. Bu berilishi maktabning sonli berilishi hisoblanadi. Agar buni biz nomli maktabga aylantirmoqchi bo'lsak, oxirgi 5 ta raqamini o'chiramiz. Sababi 1 kilometrimiz 100 ming santimetrga teng. Shuning uchun ham biz demak so'nggi 5 ta raqamni o'chirib turib, buni nomli maktabga aylantiramiz. Demak, buning berilishi 1 santimetrda demak 10 kilometr ko'rinishda beriladi. Endi uni 3-chi, ya'ni chiziqli ko'rinishda beriladigan bo'lsak, ya'ni 1, 5 va 10 ko'rinishda beriladi. Endi bizda DTM savollarimizda, attestatsiyada eng ko'p chiqqan savollarimizdan biri foydalanish uchun qulay bo'lgan maktab turi qaysi deydigan bo'lsa, biz chiziqli maktabni belgilaymiz. Sirkullar yordamida oraliqdagi masofa aniq tasvirlangani uchun foydalanish uchun qulay bo'lgan maktab turi bu chiziqli maktab hisoblanar ekan. Endi geografik maktablarga oid masala qanday mazmunda tushadi? Ya'ni demak, ikki shahar oralig'idagi masofa 8 santimetrga teng. Xaritaning maktabi esa 1 santimetrda 1 millionga teng. Deb turib savol tushadigan bo'lsa, biz bevosita boyaginday 5 ta nolni o'chirib tashlab turib, 10 kilometrni 8 santimetr ko'paytiramiz va natija demak 80 kilometr chiqadi. Demak, ikki shahar oralig'idagi masofa 80 kilometrga teng ekan. Endi o'sha mazmundagi geografik xaritalarda savollar tushishi mumkin hisoblanadi. Biz esa uni sonli, nomli, demak chiziqli maktabni nomli maktabga aylantirib ishlasak, nisbatan bizga masalalarimizda qulay hisoblanar ekan. Endi geografik maktablar ham berilishiga ko'ra 3 xil turga bo'linadi. Endi u yirikligi, maydaligi, o'rtaligiga ko'ra. Birinchisi beriladigan maktab turi yirik maktablik. Ya'ni 1 da 10 mingdan 1 da 200 minggacha bo'lsa bu yirik. 200 mingdan 1 milliongacha bo'lsa bu o'rta. Agar 1 milliondan mayda bo'ladigan bo'lsa, bu mayda maktabli xarita hisoblanar ekan. Demak, xaritadagi maktab katta, o'rta va yirik turlarga bo'linar ekan. Ya'ni katta va o'rta berilishiga nisbatan hisoblanadi. Endi unga oid masala qanday tushishi mumkin deydigan bo'lsa, 1 da 150 ming maktabli xarita qanday maktabli xarita turiga kiradi deydigan bo'lsak, demak, yirik maktabli xarita turiga kiradi. Yana bir chalg'ituvchi mazmundagi masala ham berilishi mumkin. Ya'ni 30 kilometr qanday maktabli xarita hisoblanadi? 30 kilometr maktabli xaritani biz buni orqasiga 5 ta nol qo'ysak, 1 da 3 million bo'ladi. 1 da 3 million bu mayda maktabli xarita hisoblanadi. Demak, 1 da 3 million bo'lsa, bu mayda maktabli xarita hisoblanadi. 30 kilometrda turib, o'shanda mazmunda ham berilishi mumkin hisoblanar ekan. Son qanchalik kattalashib boraversa, u mayda maktabli hisoblanadi.
son qanchalik kichiklashib boraversa, u yirik maktablik xarita hisoblanar ekan. Demak, aynan maktabga oid masalalar mana shunaqa mazmunda tushadi. Geografik xarita, detal va demak attestatsiya testlarimizda